Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga Hakavur eshik degan hikoyani o'qib beraman. Hakavur eshik. Eshik bilan kala birga safarga chiqibdi. Eshik ittiq minib, pat aram ilishqa. Kala salmoq qadam bilan bir xil minib o'zini harg'uzmay yo'lini davomlashtirishga xushtar ekan. Eshik yo'l yurish davomida Kalaning aldirmay minishidan zerikibdi-da, unga o'zini bir tanitib qo'yishni maqsad qilib minishdan musaffaqlashishni aytibdi. Kala manzilga yetib borishga eshakdan yengilib qolishni nomus bilib, bu fikrga qo'shilibdi. Musobaqa boshlanib bilanla eshak tishlarini hingaytgan, quloqlarini dingaytgan holda jon-jahli bilan chipishqa boshlabdi. Eshak hash-pash deguncha Kalaning xilla keynida qoldirib uzab ketibdi. Orqada qopilgan Kala bo'lsa, hech qanday qilmay yuzlanmasdan salmoq qadamda yo'lini yuraveribdi. Eshak shu chopqancha birmuncha yo'l bosgandan keyin herib tarlab ketibdi. U keyniga qarab Kalaning qarsi ko'rinmagandan keyin mushu yerda yetib birdam orom ilvolay. Kala kelganda yana chopsam uningdan o'tib ketalayman va manzilga yanala uningdan baldur yetib boraman. Kala degan mening oldimdan nimadi deb o'ylabdi. Bir hazordan keyin Kala eshakdan yotgan yeriga borib kelibdi. Xo'p, adash, yo'l minamiz, bo'lmasa uxlab qolasan, debdi. Kala uning yonidan o'tib ketibdi. Eshak bu gapga pisand qilmabdi-da, shu yotganicha qattiq uyquga ketibdi. Uzoq izlab yurgan bir bo'ri eshakka yotgan yeriga kelib qolibdi va uxlayotgan eshakka itilib borib, uni o'zining manzillik oriqiga aylantiribdi. Kala tirishchanlik va bir xil salmoq qadam bilan yo'lini davomlashtirib, oxir ko'zilgan manzilga yetib boribdi. Xo'sh,